Bahor kelib, jiyda gullaganda, assalari. Bahorni quvib. Sizni ku? Dinozavr davridan emasman, yilimga yetmayman. Qani shu teatr? Qani hozir? Nega bahor asrori yo'q u yerda? 70, 75, 01, 30, legenda. Keyin qaytib kelganingizdan keyin karate boshlanib ketdi. Yo'q, keyin emas, undan keyin. Bitta maskani o'zini qurish uchun художникlar bir hafta ishlashgan. Yosh avlod ko'p, lekin bahorning joyi boshqacha deb baribir. Balkim aktyor aktrisalarga bog'liqdir. Yana. Nahotki shunchalik yengiltak bo'lsang, hayotni visol deb o'ylasang faqat. San'atga aloqasi yo'q odamlar ham o'tirib olib tanqid qilyapti-da. Artist bilan artistni farqi nima dedik? Senlar otarchi sanadi. Albatta bahor bilan Absolut suhbat bahor men ham borda mana. Mashinamiz. Xo'p, boshlaydi Alisa. Nimadir anaqa desang, patachi, olib ketaman. Pakka boshda ochib o'tiramiz. Kimligini tanishtiruvdan keyin anaqa qilamiz. O'sha birinchi sonimiz chiqarganimizga 1 oydan oshdi. Biz qishda chiqaruvdik. Mana hozir o'sha martga yetib keldik. Bahor, bu yoq endi gullaydi hammasi. Orada Alini chopib qo'yishdi. Kelmoqchi bo'lgan mehmonlar bir nimalar bo'lib ketib qoldi. Instagramda ko'rsanglar bo'ladi. Qo'ydik uni ham. Nimadirlar bo'lib ketdi. Tayyorgarlik qildik. Bo'ladigan ish bo'libdi, lekin mana bugungi mehmonimiz serqirra ijodkor, har tomonlama, bloger, aktrisa, hattoki shunaqa qobiliyati ham bor, qo'g'irchoqlarni ham o'ynatgan vaqtida. Da, chestno. U adashmasam sport bilan ham shug'ullangan yoshligida. Sportsmen. Da, sportsmen. Hammasi. Qanaqani karatedan medallar olgan. Endi konkretni bilmayman, endi tam sport bilan shug'ullanish bo'lgan. Uni bilaman. Tikuvchilik qilgan Opada hamma narsa serqirra aytaman. Uni birinchi ko'rgan odam salini u kaprizniroq deb o'ylaydi. Uni jaydarib o'yatibdi. Eng qizig'i o'zi tam Qashqadaryolik bo'lsa ham, adashmasam. Qashqadaryolik ekan. Qashqadaryoliklar adashmayotgan bo'lsam. Kech bo'ldi, soat ozgina dodarash bo'lyapti o'shanga, lekin Toshkentning sentri Chorsuvda yashaganlar. Так что Chorsuvskiy bo'lyapsiz. Chorsuvda. Eski shahar emasmi? Chorsu shahar bitta-yu, mayli ko'p gapiramiz, shu interesniy bo'lib ketdi bu odam. San tanishtir qani aytgin bu? Bahor kelib, jiyda gullaganda, assalari qo'nar ekan gullarga. Mehmonlar, bo'l. Vot, bahor keldi, mana. Bahor opa keldi. Salom Shoh. Yaxshimisizlar desam? Yo'q, siz to'g'rilab ketaman. Bahor emas, o'z asl ismlari Gulbahor. Guli ham bor. Kirib keldi Gulbahor, qishlar ilib ketdi yor. Chacha. Xush kelibsizlar, sizlar ham. Xushvaqt bo'linglar. Birga keldik. Ko'rgamdan xursandman. Ko'rdim. Endi internet hozir zamoni, rivojlanish zamoni, yaxshi insonlar chaqiryapsizlar. Endi sal kallali odam chaqirib qo'yibsizlar, endi mayli. Obirda ham bor ekan. Yo'q, unaqa emas. Biladi fatxillar. Janga, mana keldim. Mengiliklar o'zida endi. Yangiliklar hozircha endi nima taraflama endi oila taraflama yangiliklarimiz yaxshi, tinch, oilamiz o'z yo'lida. Ijod tarafdan keladigan bo'lsak, endi chiqib turibmiz. Unaqa ko'p chiqmayotgan bo'lsak ham, Fatxolla chiqib turibmiz. Kam xo'rim, hamisha xo'rim degandek, kam odamlar esdan chiqmasligi uchun mayli deb yaxshi narsalarga chiqib turibmiz. Da, kstati, o'tgan yili Abduxalil Mignarov ustozimiz filmlarida chiqqanlar. Ashkina bu yil qo'yildi. Undan tashqari Ayb Shahabuddinov filmlarida chiqdi. Bahorni quvib, Xallakani kinolari Mahalla. Sizni ku?
Ha, bahorni quvib. Kino nomi bahorni quvib. O'shancha mani tanlashga. Bitta ssenariyni ko'rgan bahorni quvib, keyin kimni chaqiramiz? O, bahorani chaqiramiz deyishgan keyin. Bilmadim, Erkin aka balkim mani ko'z oldilariga keltirib yozganmi, bahorni quvib deb. Keyin qo'shganmi? Yo'q, qo'shmadi. Shunaqa edi, bahor fasli. Yosharish, sevgi, muhabbat fasli. Bahorda hamma tonlarini yechadi. Ya, hali kelmadi o'sha hisobga. Endi Fathullo bilan juda ham yaqinmiz, anchadan beri tanishmiz, shuning uchun bemalol bunga sig'inib nima desam bo'ladi. Ichimdagi bor gaplarni gapiraveraman. Ko'taradi lekin. Da, lekin iltimos faqat oshirib yubormaydi-da. Men mana so'ksiz ham bo'ladi Yo'q, ekan. hech qachon so'kmaganman. So'kmaydi. Faqat bitta gapi bor, bak. Ha, aplos deydi. Bu Qashqadaryoliklarning eng yaxshi ko'radigan gapi biz erkalab iplos deymiz. Shirincham deyolmaymiz. Shirincham so'zida iplos deb yetkazamiz. Birinchi marta eshitganda hayron bo'lgandim. Men qanaqa iplos, qayerda iplos opa degan. Keyin hozir yaxshi o'rganib ketdi. Endi hammaga ham buni ayta olmaymiz. Endi ko'nglimiz siqqan insonga. Ha, to'g'ri. Ha, nima yangiliklar? Gapiringizlar. Ya, siz gapirasiz, biz hamma narsani tayyorlaganmiz. Biz eshitamiz buni. Nimani gapiraman? Bir soat o'zimga o'zim valvalar qilib o'tiramanmi deyman. 2000-yildan kelamiz endi. Ha, 2000 yilda mana bu chiqib eslashim kerak endi. 2000-yilda nima qilgan ekan 2000-yilda? Nima qilganman Fathullo? Bog'chada bo'lgan. 2000-yil bog'chada bo'lamanmi? 2000-yil o'qishda bo'lganman. O'qishda bo'lgan. Abba o'qishda bo'lgan. Necha sinf 2000-yilda institutda bo'lsangiz, siz 1900 dinozavr davridan emasman. Yilimga yetmayman 2000-yilda. 18 yoshda. Просто 2000da yashab qo'yganlar 2000-yilda ham. 3-sinf bo'lganman, 2-sinf. 3-sinf. To'xtang. Hisobleymiz hozir. Hisobla. 80 6 yoshdan borganman. 88 ekansizda. Yo, 5-sinf bo'lgan ekanman Fathullo. Ana. 88 bo'lganing. Yo'q, 88 emasman, qaritib yubordim. 88 emaslar. 90. Oy, mustaqillik bolalar. Mustaqillik bolalarimiz biz. Endi 5-sinf bo'lgan bo'lsam, Toshkentda o'qiganman. Eski shahar. Tohir Sodiqov. Eski shaharda o'sganman jonim, yosh bo'lib o'ynaganman jonim, onalarga otalarga rahmat. Eski shahar hayotli maktab. Tohir Sodiqov maktabi 41-maktab. Aynan o'sha maktabda o'qiganman. Tohir Sodiqov bizani domdan pastki domda yashaganlar. Undan tashqari Ulug'bek Qodirov o'sha yerda yashaganlar. Keyin Tolibjon akamiz o'sha yerga juda ko'p san'at. Tolibjon aka bu Isroilmi ili Hojiyev? Qaysi? Tolibjon Mo'minov. 50 ming deysan, bu o'ldirib qo'yaymi? 5 ming to'g'risi gap ketyapti. Sen 50 ming deysan. Ha. Biroz 50 ming so'm. Yo'q. Dadam bo'ydoq kinolarda o'ynaganlar. Ya'ni rejissyor mana shu biroz. Buni miyasida qancha aktyor, qancha aktrisa yosh avlodlar bor, endi to'g'ri tushunish kerak. Mana hattoki ismlarni esimdan chiqarib qo'yaman. Uni to'g'ri tushunish kerak. Fathullo, keyingi savolasan serial. O'shacha. Hammasi shu Chorsuda o'qishga o'qirdim, mazza edi. O'sha vaqtlar sinfdoshlarim bilan sumalaklar qilardik. Nimasi eski shahar nimasi menga yoqadi? Mehr va muhabbat yo'qda kuchli. To'g'ri ma'noda. Odamgarchilik, endi haqiqiy o'zimizni madaniyatimiz, haqiqiy o'zimiz urf-odatlarimiz ozgina bo'lsa ham saqlangan o'sha yerda. Masalan, qo'shniga hayit bayrami oldi, o'sha kosachada osh, bo'g'irsoq. Endi Toshkent xalqimizdagi ahlimiz shu bo'g'irsoqchalarni kichkinakkina qilib qilishadi. Qashqadaryoda katta qilishadi. Samarqandda boshqacha, har bir viloyatda boshqacha. O'sha kichkina mashina bo'g'irsoqchalar keladi osh ustiga. O'shani men oshga qiziqmasdim, o'sha bo'g'irsoqni kutib turardim.
bo'g'irsoq kutib o'tirardim qo'shnilar qachon olib chiqarkan deb. O'sha shirin bo'lardi, o'shani maza qilaverdim. Lekin bu bo'g'irsoqni hech ham o'sha opoqim bo'lardilar qo'shnim. Tayyorlashni o'rgatardilar, lekin Unaqa bo'lmadi. ana bo'lmaganda. Haligacha. Yo'q, haligacha harakat qilaman, lekin opoqim deb. Opoqidagi chiqmaydi hali ham. Endi nimaga opoqim deyapman? Chunki bizada endi oyim o'sha qo'shnimizga biz opoqi derdik. Amakini amaqi derdik. Endi o'sha endi 5-sinfdan kelgan bo'lsak, oyim endi o'sha Qarshiga ko'p ketardilar, tikuvchi edilar. Dadam rahmatli endi shu prokuror bo'lib ishlaganliklari uchun bu Toshkentda biz akam bilan o'zimiz yashaganmiz. O'shaning uchun bizani o'sha qo'shnimiz qaragan, qo'shnimiz katta qilgan. Hattoki osh damlashda ham men hozirgacha toshkentcha damlayman. Yo'q. Piyozni kuydirib, Qashqadaryoda unaqa damlamaydi. Samarqandda ham unaqa damlaydi. Piyozni kuydirib, go'shtni qoraytirib, o'sha sariq bo'lib osh, shu toshkentcha. Zig'ir yog'iga. O'shaning uchun Toshkentda oshni kamdan kam tarelkaga katta tovoq uzatishadi, kamdan kam kosachaga berishadi. Shu kosachaga Tovoq bo'lagan. lagan. Mana To'g'rilab ketamiz. Mana laganlar bersa. To'g'rilab ketamiz rozi. O'sha kichkina kosachaga o'sha opoqim menga hamma narsani o'rgatganlar-da. Endi o'sha opoqimni ham baribir ham xizmatlari katta, eslashim kerak. Qo'ni-qo'shnilarimda ham yordamlari katta, chunki bizning mahallamizda shunaqa narsa bor edi. Begona odam kirmasdi. Masalan, to'g'risi o'zi oddiy dom. Lekin begona kimdir keldimi? Kim oldi kelding? Qaysi kim bilan yuribsan? Shunaqa narsa bor edi. Masalan, men boshqa birovning singlisi bo'lsam-da, lekin o'sha mahallamizdagi hamma bolalar bizga akadek bo'lgan. Qayerga ketyapsan? Nimaga ketyapsan? Nechida kelasan? Maktabing tugadi. Nima qilib yuribsan? Mana shunaqa katta bo'lganmiz. Or nomus. Ha, lekin shunaqa. Lekin ular haqiqatan qizlarimizni shunaqasiga e'zozlab, o'sha yerdagi shu 54-dom birinchi ko'rmansa, esimga tushib ketdi. O'sha yerdagi qo'ni-qo'shnilarimiz bizani e'zozlab katta qilishgan. Hali ham borib turasizmi? endi u yoqdagi uyimizni sotib yubordik. Borish tema. Borgan paytim baribir ham yuragim boshqacha bo'lib qoladi. Qo'shnilarimni ko'raman, voy deb so'rashib, mana o'sha yoshligimga qaytaman-da, o'sha yoshlik deydi, o'sha qaytib qolaman. Hozir ham yoshman, dinozavr davr emas u. Endi baribir ham o'sha davrlar boshqacha edi-da. Endi bir xil endi hozir aytsam balkim g'alati bo'lar, lekin men hech qaysi bir viloyatdan, bir Toshkentdan ham, boshqa viloyatlardan ham hech qachon yomon gap eshitmaganman. Masalan, kimdir bo'lsa, "Voy Toshkentlikmisan?" deydi-ku, masalan. Toshkentlikmisan? Bunaqa gaplar bor o'zicha. Hech qachon menga shunaqa gaplar qilishmagan. Toshkent ham bunaqa gaplar qilmagan, Qashqadaryo ham, Samarqand ham, Buxoro ham, qayerga borsam bunaqa gaplar qilmagan. Endi eshitmagansiz. Eshitmaganman. Men to'g'risi. Lekin meni oldimda masalan kimdir toshkentliklarni yomonlab qo'ysa, men to'g'risini aytaman. Unaqa xalq emas ular. Men to'g'risini aytaman, chunki men hech qachon Toshkent ahlidan yomonlik ko'rmagan. Agar Toshkent tarafdan kimdir Qashqadaryo, Samarqand yomonlab qo'ysa, men ularga ham aytaman. Unaqa insonlar emas ular. Ular ham xuddi hamma bitta O'zbekiston. Hamma bitta O'zbekiston deyman. Shunaqa narsalar qilmanglar deyman. Endi shunaqa narsa bo'lib qolishi mumkin. Tortish bo'lsa, "Sen Toshkentliksan, sen Samarqandda, Qashqadaryosan" deydi, lekin aslida esa hamma O'zbekiston. Shuning uchun men 75 lekin 70, 75, 01, 30 legenda. Hamma legenda. 90, 95 hammasi legenda. Shuning uchun men qaysi bir viloyatga bormay hamma yaxshi kutib oladi. Lekin hamma so'raydi. Meni hech kim Toshkentlik ham demagan, Qashqadaryolik ham demagan, Samarqandlik ham demagan. Meni hamma Farg'onalik deb biladi. Shunaqa. Shunday Qo'qondamisiz? Yo'q-da, Farg'ona vodiylik deb bilishadi. Juda ko'pchilik siz vodiydansiz deyshadi. Ha deyman. Vodiyga ham borib turasizmi? Vodiyga ham ko'p boraman, vodiyliklar ham yaxshi ko'rish. Juda ko'pchiliklar vodiylik. Chunki mana bu narsada, vodiy bilmadim ko'p shunaqa deyshadi, tez chiqishib ketadi vodiy, kirishimli anaqada. Bu yoq voha taraflarda sal kirishimli, sal mundora qochib turishadi, ozgina o'ziniki qilgandan keyin kiradi. Toshkent ham shunaqa, ozgina munda ushab turadi, sloviyasida, kimdir bilib olgandan keyin nima bu ketadi-ku. Lekin haqiqatan hamma viloyatimiz mehmondo'st, lekin vodiy juda ham, ayniqsa Andijonliklar juda ham mehmondo'st. Xorazm ham shunaqa. Men endi 12 ta viloyatimizga boraman, endi gastrollar bilan, konsertlar bilan boraman. To'y xizmatlari. To'y xizmatlari bilan boraman. Men aktrisa bo'lganim uchun emas. Atrofimdagilar san'at vakillari, lekin ularni hech kim tanimaydi. Misolda. Lekin mana yaqinda biz Andijonga bordik. Shunaqangi
kutib olishdi. U to'g'ri, gap pulda yoki dasturxonda emas. Odam o'sha yerda masalan, mayli siz xarajatni to'layman deb turganingizda bo'ldi deyishdi. Siz mehmonsiz deyishdi. Masalan, men bu yoqda bormadim, keyin kirib bordim. Ungacha siz mehmonsiz deb shunaqangi chiroyli kutib olishdi. Keyin Xorazmga bordik. Xorazm aeroportdan tushishimiz bilan mehmonxonani anisi xodimlari men kelishimni yoki o'sha san'atkorimiz kelishini bilgani yo'q. Shu yerda konsert bo'ladi, u san'atkorlar o'zlari alohida keladi deyilgan gap edi. Lekin o'sha oddiy insonlarimizga o'sha insonlarimizga ham aeroportda o'ziga mashinani olib kelib qo'yishdi. Mehmonxonani gaplashishdi, ovqatlarni gaplashishdi. Bir so'm pul olishmadi. Lekin to'laydigan pulimiz bor edi. Birovning haqqi birovga qolib ketmasin deydi. Bir so'm pul olishmadi. Keyin bizni o'sha Urganchdan olib Xivaga olib borishdi. Xivada ham mehmon qilib, yaxshi niyatlarni ular bilan kuzatishdi. Voy shunaqa xursand bo'lib ketdik, to'g'risi. Men xursand bo'ldim. Keyin Qoraqalpoqqa bordik, Qoraqalpog'iston. Juda ham xursand bo'ldim Qoraqalpog'istonda ham. Hattoki endi Ag'azoxonning konserti bilan birga bordik. Men endi oddiy boshlovchiman. Meni konsertim emas, bir oddiy boshlovchiman. Lekin ishoninglar, gullar keldi-da. Qoraqalpog'istondan yaqinlarimizda gullar lekin menga keldi. Ayollar gul olib kelib berishdi. Masalan, erkaklar endi komment qilishinglar mumkin, endi chiroylisizda yo'q, ayollarimiz olib kelib berishdi. Qizlar gullar podarka qilishdi. Hattoki kafeda ham o'tirdik. Endi aytishim kerak. Shunaqa bitta qizimiz oldimizda o'tiruvdi. Chiqib ketib borib chiroyli qilib go'zal ayolga deb yozdirib chiroyli gul qilib olib kelib berdi-da. To'g'ri oddiy guldir, lekin men shunaqa xursand bo'lib ketdim, e'tibor uchun xursand bo'lib ketdim. 12 viloyatimiz odamlari hammasi yaxshi. Endi hamma joyda yomon chiqishi mumkin. Bittasi yomon chiqib qolsa, o'sha viloyat yomon degani emas. Qolgan odamlarini bilish kerak. Shuning uchun men yomonlamayman. Chunki hamma joyda yaxshi kutib olishadi. Har doim ishim besh bo'lgan shuning uchun. Mashinalariga qiziqasizmi? Mashina haydash, Albatta, kim qiziqmaydi? qanaqa mashinalarga qiziqasiz? Zo'r mashinaga, katta mashina, jip sifat mashinalarga qiziqaman. Ya mashina haqida savol berma, yur internetga joy bor. O'shancha kerak emas, ochmaylik. Mashinamni pulini haligacha ola olganim yo'q. 2 yil bo'ldi. Mashinamni bitta insonga berganman, lekin pulini ola olganim yo'q haligacha. Og'ir tema ekan. Juda og'ir. Men endi aytmoqchi edimki, men endi suhbatimiz boshida aytdingiz-ku, siz nima edi? Vodiylarga ko'p borib turaman deb. Ha. Mashinam yo'q hozirga. Qachon pulini olsam o'shanda mashina olaman. Hozircha shu avtobus, poyezd, kesa samolyot, kesa taksi shu. Agar o'tirmaylik to'g'ri. Agar o'sha mashinangiz xudo xolasa olsangiz, uni haydab o'zi ana muzikani qo'yib borish boshqacha-da. Masalan, o'sha ana perivallarga o'tib, bilasizmi, uni kayfi boshqa. Men ko'proq mashina bo'lgan paytda ham bitta o'zim haydab ketganman. Bitta o'zim yolg'iz bo'lgan paytim boshqacha tuyg'u bo'ladi. Ko'proq o'zing bilan o'zing gaplashasan-da. O'rtada sandan boshqa hech kim bo'lmaydi. San va u bo'ladi, bo'ldi. Shuning ko'proq Mashinada eng yomoni buzilib qolsa yomon-da, yo'lda buzilib qolsa. To'g'ri, endi shu paytgacha endi men mashina haydayotgan paytim buzilmagan, chunki chiqishdan oldin baribir mashinani ko'rsatish kerak-da. O'sha qonun-qoidaga rioya qilish kerak. O'shanaqa mabodo shu holatga tushib qoladigan bo'lsangiz, aytaylik, siz vodiyga ketayotganingizda Ohangaron shahri bor-da, bilasizmi? Bilaman, bugun borib keldim. Yo'q. Men Ohangaronliman-da, Ohangaron stili. Ohangaronda imini o'rtasida katta avtoservis bor, keyin avtoservis, o'tda hamma Yangi ochildi. yangi ochilgan, ustalar bor, elektrik, haddavoy, domkrat, orasida do'koni ham bor. Xohlagan zapchastingiz bor, zo'r moylar bor. Mabodo o'tga boradigan bo'lsangiz, O'sha yerga kirib o'tib ketaman. o'sha yerga kirib o'tib ketsangiz, Sandan oldin kirib o'tib bo'lganman. mabodo yana kirib o'tadigan bo'lsangiz, endi u endi Sandan salom. mendan salom qilishingiz kerak-da. Mr. Prezidentga salomim bor deydi-yu Shohruxxon kinoda. Mening ismim Xonda. Bo'ldi, seni salomingni yetkazaman. JM Avtoservis degan do'konimiz bor. U bizda xomiymiz edi. Chunki uzoqdan olib keldim. Men boshidan beri mana shunga olib kelmoqchi edim. Xatolarga cho'zib yubordilar. Cho'zib yubordimi? Xo'p, sirasiz temani o'zgartiramiz. Hozir qarang-da. Vodiyga oxirgi marta qachon bordingiz? Yaqinda borib keldim.
Pashta kunda kunora deydi. Va yaqinda borib keldim. Andijonga yaqinda borib keldim. Yana Namanganda yaqinda ketaman. Qo'g'irchoq teatri haqida gaplashaylik. Qo'g'irchoq teatri nima yo'qolib ketdi? Ha. Bag' qo'g'irchoq teatri Angliyaga ham borib kelganlar. Angliyada rejissyorlar kelgan. Voy. Da. Qani shu teatr? Qani hozir? Nega bahor asoli yo'q u yerda? Mariinskiy qo'g'irchoq teatrida ishlardim. Aynan bu Mariinskiy qo'g'irchoq teatrini rejissyorlar venaliklar Avstriyadan kelishgan. Pavel degan insonimiz rahmatli bo'lib ketganlar. Durov. Bu inson Yo'q, boshqa. birinchi bo'lib o'sha Mariinskiy qo'g'irchoq teatrini bu yoqda ochdi. 12 ta kishi ijod qildik. Werner degan insonimiz keyin Venadan keldilar. O'sha Avstriyada eng zo'r poytaxti Vena. Venadan keldilar. Keyin bizga yo'l yo'riqni o'rgatdi. Bizning rejissyorlarimiz hammasi avstriyaliklar. Har bir yo'lda ulardan o'rgandik. Ularning shkolasi boshqa. Endi o'zimizning shkola boshqa. Ularda Stanislavskiy degan narsa yo'q. Stanislavskiy degan narsa yo'q. Faqat shkola umuman boshqa shkola. Lekin harakat qildik, o'rgandik. Biz hattoki Venaga ham ketdik bir oyga. Bu yoqga ilm, tajriba almashdik. Ularda ko'p narsa to'g'ri o'qish kerak deydi. Lekin ko'z bilan ko'proq ko'rib, tajriba oshirish kerak deydi. Ularda birinchi anavda shu. Bizda Stanislavskiyda birinchi kechinma bo'lish kerak. O'zimizdan kechirishimiz kerak. U yoqda unaqa emas. U yoqda birinchi ko'rish kerak. Ko'rish kerak, o'rganish kerak. Keyin ketish kerak. Yo'q, lekin haligacha sog'inaman Avstriyani. Pul yig'yapman, ketaman deb. Bir umrga. Yo'q, o'zi bir umrlik yoqda bo'lishim ham mumkin edi. Voy. Turmushga chiqish yoki unaqa emas. O'sha rejissyorimiz farzandlari yo'q. Endi farzandlari bo'lmaganligi uchun ular yoshi katta bo'lgandan keyin turmush qurishadi. Endi har bir davlatda o'zini madaniyati bor. O'shaning uchun ularda farzand bo'lishi ularda o'ylab ko'rishadi. Birinchi 63 yoshga kirgan bo'lsalar ham o'ylab ko'rishadi. Men tayyormikinman deydi. Oila qurishga. Cho'zilib yuradi. O'shanda aytgandilar, farzandim bo'lish xohlaysanmi degandilar. Keyin ayamga telefon qilgan. Aya, shu boqolishyapti. Rejissyorimizga farzand bo'lsam bo'ladimi desam, shunday o'zbekcha chiroyli gaplari bor-ku. Padarimdan olib, go'rgacha chiroyli gapni eshitdim. Boqmoqchi bo'lgan odam ham Padardan so'z, yo bo'ldi dedim. Keyin hozirgacha aytaman, aya, o'sha yerda agar o'shani farzandi bo'lganida edi hozir butun mamlakat eshigi menga ochiq bo'lardi. Aytsa, Schengen viza yoki pasolga kirsam viza qo'yib berarmikan, yo'qmikan degan narsa o'ylamasdim desam, ayam boshlanadi yana. Yo, yaxshi, lekin haligacha u Werner rejissyorimiz tirik, lekin men ishdan ketdim. Podkast qilganingiz uchun. Yo'q, unga emas. Ularda unaqa narsa yo'q. Ularda shunaqangi narsa bor. Agar o'sha Avstriyaning fuqarosi siz keraklimisiz, sizni chaqirdimi, davlat o'sha fuqarosiga tayangan holda sizni chaqira oladi. Bu yoqqa viza olish, Schengen vizasi sal qiyinroq bo'lganligi uchun yo'qda. O'sha vaqtda borgan paytimizda o'zida hattoki ko'zimizdan kirgizgan, aeroport ichida ko'zimizni rasmga olib kirgizgan. Shu endi qachon borgan bo'lsak, 2019 borganmizmi, 2018. Karantinda oldin borganmiz. O'sha ko'zimizga rasm, u boshqa davlatlarga borganmiz, unaqa narsa yo'q. Kirib chiqishdamiz, o'sha hattoki qo'limizni barmoqlarigacha olib qolishgan. Keyin qaytib kelganingizdan keyin karantin boshlanib ketdi. Yo'q, keyin emas, undan keyin. Hozir Rossiyaga borib kelganimizdan keyin, Qozog'istonga borib kelganimizdan keyin. Keyin karantin bo'lib ketdi. Keyin karantin. Shunda bu yerda o'zimizni teatrda ham ishlagansiz. Qo'g'irchoq teatri shunaqa bo'l. Yo'q, qo'g'irchoq teatrida ishlamaganman. Qanaqa qilib bu teatrga borib qoldingiz? Faqat Mariinskiy qo'g'irchoq teatri. Bu endi o'qib yurgan paytimizda shu Shunda qo'g'irchoqlikka o'qiganmisiz? Ha, qo'g'irchoq aktyorlikka o'qiganman. Ana, kelib chiqishyapti. Estrada sirkov kollejida bitirganman. Qo'g'irchoq aktyorlikka kirganman. Chunki deganda bizda teatral institutda shov-shuv birdan tarqaydi-ku. Qo'g'irchoq aktyorlikka kirsang o'qiy olasan, dramada уже pulini berib bo'lganlar hammasi tayyor, estradada ham hammasi tayyor. Bu yil kira olmasang, keyin kira olmaysan degan gaplar bo'lgan. Shuning uchun men qo'g'irchoqqa topshirganman. Joyida qo'g'irchoqni bitirganlarning ko'pchiligi shu hozirgi kunda yaxshi rejissyor, ssenarist, aktrisa, aktyor bo'lib ketganlar ancha-muncha. O'shanda keyin men aytganmanki, shu qo'g'irchoqqa kiraman, keyin estradaga o'taman degan. O'zim estradan bitirganman. Estradaga o'taman degan. Yo, qo'g'irchoqqa kirganimdan keyin Shomurod Yusuf ustozim juda ham zo'r ustoz,
yaxshi ham qo'g'irchoqqa topshirgan ekanman deyman. Chunki Amerikada ishlab kelganlar rejissyorskiy bo'yicha. Keyin shu ustozimni qo'liga tushganman, keyin estradaga perevod qilaman deganimda, ustoz bermasa o'tilmas ekanda. Ustozim bermagan, xayolingga ham keltirmadigan. O'tmaysan. Keyin mayli deganman-da, Shuhrat Abbasov chaqirib olgan o'zini kursiga keyin. Abbasovning kursi rejissyorskiy kurs bo'lgan. Nodir opa bilan birga o'tishgan u paytda. To'ppa-to'g'ri Nodir opam bilan birga o'tishgan. Shu hamma anavlarimda ko'p ularning rejissyorskiy bo'lganligi uchun ko'p narsalarga, ularning narsasiga men chiqqanman. Chunki har doim Shuhrat Abbasov kelgan, o'tirardim, xuddi ulardek o'qiganman. O'zimni darsimdan chiqib ularga borardim, o'tirardim. Kirishib ketganman-da, ularning kichkina aktrisasi bo'lsam ham, lekin har doim "Janim" deb Abbasov erkalab menga har Eng doim erkalash gapi jonim bo'lgan. eng erkalab hammani, o'g'il bolani ham, qiz bolani ham "Janim" derdilar. Joylari jannatdan bo'lsin. O'zlari baribir ham dars ham berganlar-da. Men ustozim bilan ham Abbasov juda ham yaqin do'st bo'lishganda. O'shancha o'quvchingni olib turaman, yo'q demagin deganlarda ustozim ham yo'q, mayli, faqat o'zini anosini ham qilmasin, esidan chiqarmasin. Men ham Abbasovda ularning o'quvchilari bilan birga darsda o'tirardim, ham o'zimda o'tirardim, ham sahna jangi. O'shanga kirganman, o'shalarida sahna jangida ham Zoro spektakl qo'yishgan. Zo'ron rolni o'ynagansiz? Yo, zo'r o'ynagan. Yelena. Qani Zoro? Yelena rolini o'ynaganman, o'shanda ham sahna jangida. Shu Zorroni muxbirlar o'ynaganmi? Yo'q, Antonio Banderas. Yo'q, teatralniy tom. Teatralniyda bizda juda zo'r shov-shuv bo'lgan. U judalarda zo'r shov-shuv konsert dasturi bo'lgan. Uni Shamsiddin akamiz qo'yganlar. Shuning uchun yaxshi. Bitta narsa esimizdan chiqdi. Nima esimizdan chiqdi? Yaxshi o'ylang. Yanada. Bilmadim. Eslamadim. Bular esdan chiqmadi, biz esimizdan chiqdi. Tanishim. Ta? Yo'q. Da? Nima deymiz? Yana o'tlab ketdik. Albatta, yarimga kelganda salom alaykum hammamiz. Sardor aka uzr, stil o'g'irlayotganim yo'q. Bu o'zimizdan anaqa bo'lib qoldi ko'pincha. Ko'ramiz. Nima deymiz? Mana yana absolyutniy suhbatda ikkinchi soni. Assalomu alaykum hammaga. Nima deymiz yana? Absolyut suhbat. Mana bahor keldi. To'xtang. Albatta bahor aka. Absolyut suhbat bahor keldi. Men ham bor edi mana. Mashina majlisimiz. Menmi ko'rgansiz? Nima qilyapsizlar? Tushunmayapman. Yo, bizda bunaqasi bor-da. Ha, assalomu alaykum. Bahor keldi, bahor. Bundoq bir absolyutniy suhbat. Absolyut. Bo'ldi. Davay qilinglar. Boshqatdan. Nachili, bo'ldi. Bir ikki uch boshlaylar. Yo, bo'ldi. Ha, bo'ldimi? Ha, bo'ldi, yetadi. Da, просто biz endi o'ylash mumkin-da, sizlar nima gapdan olibsizlar, stilda deyish mumkin. Nima gapdan olmaganmiz, просто men nima gapda ishlaganman bir paytlar. Tak. Bilasan, hozir bitta narsa yomon qiziqdi. Artist. Serial. Ayb Shohbedinov. Mashina. Men o'zim bor. Bu yerda artist seriali 10 yil oldin chiqqan efirga. 2016-yilda men o'rganib chiqdim. 2015da syomka qilingan. Eng qizig'i, hozir buni ko'pchilik bilmas, buni siz bilasiz. Prodyuser Farruh Soipov. Серьезно? Farruh aka. Men u serialda o'sha efir payti ko'rganman. Yaqinda ham qaytarib ko'rdim. Format чисто amerikanskiy format. Amerikanskiy sitcom. Chunki bunaqa sitcomlardan Disney kanali ko'proq oladi-da. Волшебники Beverly Hills shunga o'xshagan. U shunaqa sitcom formatida o'zbekcha emas, serial emas yoki novella emas-da u. Olinish чисто amerikanskiy formatda. Bilasanmi nimaga? Farruh aka o'zlari Amerikaga borib kelganlar. Yo'q, borib kelishi mayli, o'qigan o'sha yerda. O'sha yerda Bizda o'qigan. o'qimagan-da u. O'sha yerda o'qib kelgan. Bizda Munavvar opada prosta darsiga qatnab yurgan ekan. Ana nima eshitib qoldim shu narsani. Shunaqa narsa qilaylik degan rejissyorga. Bizaniki boshqacha bo'ng'illab chiqsa, nomi ham boshqacha bo'lsin, kirib kelish ham boshqacha bo'lsin deb artist bo'lgan bir ham. Ungacha hali O'zbekistonda bunaqa stilda olinmadi. Yo'q, juda ham qiyin olingan u. Har bir epizod, bitta epizodni bir kunda olganmiz. Ana. Juda ham azvuchka o'sha yerda o'zida bo'lardi. Qo'ysa ham boshqatdan olganmiz. Azvuchka bo'lgan o'sha paytda. O'sha paytda dublyaj bo'lmagan. O'sha yerda o'zida azvuchka bo'lgan. Primoy azvuchka bo'lgan. Har bir narsa primoy bo'lgan. O'zi har bir narsalar qurilgan. Biza kelamiz, kichkina xonachalar har birda bu voqealikka kerakli bo'lgan narsalar qurilgan.
bitta o'sha bitta maskani o'zini qurish uchun hujojniklar bir hafta ishlashgan. Judalarda qiyin olingan bu narsa. Yorqin Turuchiyev ssenaristimiz, Ayub Shahobiddinov rejissyorimiz va operatorimiz esimizdan chiqib ketdi. Dilshod aka. Lekin Malik postanovka zo'r Umid kadr Malik qo'ygan. emasmi? Yo'q, kepka kiyardilarda esimdan chiqib ketdi. Shametovmi? Yo'q, kechiring mani esimdan chiqib ketdi, lekin eslayman. Yaxshi aktyorlarni ham Farruh akani o'zi tanlagan. Tandem zo'r bo'lgan. Aktyorlarni ham Farruh Nega aka o'zi bo'lmagan Farruh akani? oxirida bo'lishi kerak edi. Oxirida bu sitkomimiz oxirigacha yakunlanmagan. Undan keyingi rollari judalarda zo'r edi. Ya'ni bo'rivoy bir narsalar. Sora shunaqangi zo'r epizodlar bor edi. Sora o'g'irlikka tushadi, o'g'il bola kiyimlarida, keyingi epizodlarda olinmagan. O'g'irlikka tushadi, keyingi anularida kirsovuni o'g'irlamoqchi bo'lgan paytda Farruh Soipov ko'rinish berardi o'sha paytda. Vah. Nimaga Olimlar olinmadi? qilinganmi yoki faqat ideyada bormi? Yo'q, ssenariyda yozilgan. Farruh Soipov ko'rinish o'sha yerda boshlanardi. Nimaga oxirigacha bormadi? Endi Byudjet? budjet. Endi Chunki nima deb arzon serial emas-ku. Juda qimmat serial. Hatto aktyor aktrisalarimizga ham yaxshi summa berishgan. Endi o'sha paytdagi yaxshi summa. Hozirda yo'q. O'sha paytda endi yaxshi. Shuni hech davomini o'ylab ko'rarlarmi? Aka yoki yo'q? Yo'q, xohlaydilar, lekin endi hozir aktyor aktrisalarimiz o'zgardi. Lekin qaytgimiz keladi, masalan. Aktyor xo'ja. Shunaqa zo'r aktyorlar, zo'r. Kstati, Akbar aka qayerda hozir? Endi Turkiyada, endi Instagramda. Aldamay, Turkiyada emas. Qayerda? Turkiyada Bilmaysizmi? yo'q. O'zbekistonda Akbar aka. Balkim kelgandir, chunki biz Instagramda ko'rgan paytimiz Turkiyada. Ya, Akbar aka hozir O'zbekistonda faqat dublyaj aktyori bo'lib ishlayaptilar. Akbar akani shunaqa odati bor ekan. Например, 3-4 yil san'atda bo'lsa, keyin butunlay san'atni yastirib boshqa kasbga o'tib, yana san'atga qaytib kelar ekan. Shunaqa ham Da. bo'ladi. Chunki men 2018mi, 13mida ko'rganman, aka rocker bo'lib ketgan. Ko'rganmiz, Moskvaga borib, prям sochlarni qo'yib, gitarada rockerlarga o'xshab yurgan. U san'at odami-da. Da, San'at prям odami shunaqa odam. shunaqa bo'ladi. Doniyor bor edi, Hafizov, Akbar, Umar, Yulduz Rajabova, Nargiza Zalmon, Umar Jumayev. Jumayev. Endi har mamiz o'zimizni rolimizga mos bo'lib yig'ilganmiz. Ha. Lekin o'sha artist serialida rostini aytaman, atrofimiz to'la zvezda bo'lsa ham, lekin o'sha yerda Umar ham meni xayolida qolgan. Umar Jumayev. Uni roli Bo'rivoy juda ham zo'r. Tipaj ham boshqachada. Tipaj ham hamma narsada juda ko'pchiliklar Bo'rivoyda eslashardi. Biz jahlimiz chiqardi-da. Umar Jumayev degan ssenarist, rejissyor, Rejissyor. aktyor. Lekin Diydor teatri aktyori. u endigina o'sha serialga qadam qo'yuvdi. Yo'q. Yangi aktyor edi. Debyut bo'lgan. Yangi aktyor edi. Biz endi chiqqanmiz. Hammamiz endi baribir ham xalq ko'ziga tanilgan odamlar edik. Lekin Umarni xalq juddalarda sevgan. O'sha biz bir oiladek bo'lib qoluvdik. Sitkomda ishlaganimizda aktyor, aktrisa hammamiz yig'ini ham birga kutib olardik, kulguni ham birga kutib olardik. Hattoki shunday bo'lib qoluvdiki, hattoki o'sha yerda qolib uxlardik ham. Bitta oila bo'lib qoluvdik. Bu ikkita institut olingan ekan, bu eski institut bilan yangisida olingan ekan. Yo'q, san'at instituti qara. 3 ta joyda bo'lgan. Birinchi Kosmonavt metroda bo'lgan, keyingisi bu yoqda Glinkaida bo'lgan, keyingisi hozir Naryoqda, Gorkiyda. Gorkiy bilan Glinkaida olingan bu. O'sha bu hozirgi madaniyat institutimizda ham olingan, bir xil joylari, bir xil joylar bu yoqda ham olingan, bir xil joyida endi dekoratsiya yasatilgan. Hamma narsa dekoratsiyalar yasatilgan. Bari bu zo'rda, ikkita institut olinishi jotki. Zo'r, juda ham. Endi u uchun Ayub Shahobiddinov rejissyor kerak-da. Men juda ham rejissyorimni yaxshi ko'raman. Da, Bahor Arslonova Ayub akani bo'lmayapti. O'zlari chaqiradi. Ayub aka. Ayb aka. Ayub akani men Qo'rg'oshinda ko'rgandim. Epizod boshida chiqadi. Otiladigan joyi. Zo'r bo'lgan. Halol nasib. Voy kechir. Zulqor Musoqov. Kechir. Otiladi halol nasib kelib ketdi. Ustoz kechiring. Zulqor Musoqov. Bu serialdagi rektorlarmi, direktormi u kim edi? Bosh rolni o'ynagan? Karim akami? Karim Mirqodirov. Mirqodiyev. Ularda bittaga o'sha serialdagi bitta gaplarini menimcha hamma eslab qolganda. Artist. Artist bilan artistni farqi nima dedik? Senlar
otarchi salladi. Voy, o'sha gaplarni ham yodlaganmiz, bilasizlarmi? Suflyor degan narsa yo'q. Mana shuncha tekst bo'ladi. Yulduzda o'sha vaqtda ingliz voy, inglizcha so'zlar ham bo'lardi-da. Yodlardi lekin. O'zi как obrazi shunaqa-da, Angliyadan kelgan. Oh my gosh deb lekin haqiqatan zo'r bo'lgan. Har bittamizni o'zimizni xarakterimizni ochib berganlar ekan. Mana artistdan keyin ancha-muncha narsaga tushdingiz. Hozir ham tushib kelyapsiz ko'p narsalarga. Nimaga shunaqa serial yo'q? Sitkomni endi olish uchun Eplagan odam bo'ladi. Orada yaxshi sitkomlar ham chiqdi-yu, nimaga unaqa bo'lmadi? To'g'rimi? Chiqdi-yu, chiqmadimi? O'sha mehmon kutadigan opa. Mehmonjonlardan aylanib Yo'q, mehmonjonlardan to'xta, Kubayev bilan Rixstil akaning oilasi chiqdi. Rejametova opa bor edi. Endi bilmadim. Endi balkim ssenaristga bog'liqdir, balkim rejissyorga bog'liqdir. Byudjetga. Endi balkim byudjetga bog'liqdir. Balki bahori yo'q. Balkim aktyor aktrisalarga bog'liqdir. Endi bilmadim, chunki ko'p narsa baribir ham rejissyor bilan ssenaristga bog'liq bo'ladi. Men boshqa rejissyorlarni kamsitmoqchi emasman. Ssenaristlarni ham kamsitmoqchi emasman. Endi hamma o'zini qarashi bilan oladi-da. Hamma o'zini qarashi bilan oladi. Shuning uchun bu narsaga men qo'shilmayman. Mabodo endi hozir uni beradigan telekanallar ham olmasak, olish qiyin deb o'ylayman-da hozir, chunki u paytda endi milliy kanalda ketgan-ku. Milliy kanali reytingni pikda urgan 2016-yil. 17dan keyin konkurensiya boshlangan. Zo'r. Boshida artist birinchi seriyasi chiqqanda ko'pchilik tushunmagan. Keyin kirishib ketdi. Boshqacha format Judayam haqiqatan ham artist serialida judayam ko'p muxlislarimiz bo'lgan. Yurolmaganmiz. Hattoki artist shunaqa kurshkalarimiz, futbolkalarimiz, shunaqa bizning jamoamiz bilan chiqqan artist zo'r. Lekin o'sha paytlarda endi ko'p narsa shunaqa o'zi Aybakamni o'zi xohishlari ham shunaqa bo'lgandi-da. O'zi xohishlari ham. Lekin undan keyin hozirgi vaqtda ham agar masalan hozir qo'yilsa, odamlar mazza qilib hozir ham ko'radi. Kulib mazza qiladi, chunki bu narsani juda ko'pchilik sog'ingan. Chunki bunaqa format o'zi sложный format, amerikanskiy formatda olingan. Bu masalan hozir o'tgan o'sha 10 yil oldin qo'yilgan bo'lsa, hozir ham qo'yilsa bu yidi. Chunki bu u davrga moslashgan format emas-da. Chunki yaxshi o'ylanadi amerikanskiy. Endi televideniyalarga aytishimiz kerak, qo'yinglar, chunki artist serialida juda ko'p ma'no bor. Juda ko'p reyting oladi. Davr siyosat menimcha u yerda yo'q edi. Yo'q. O'zi yaxshi voqealar, yaxshi narsalar. Ozgina real hayot ketganda u yerda. Real hayot. Men real hayot ketgan. Gentra o'sha paytda chiqqan mashina edi, endi bu reklama emas, endi aytib o'tay. Gentrada Asal Shodiyeva keladigan joyi bor edi, Gentrada keyin Akbar xo'jaga qarab, Akbar deganman, ha degan. Ana bu Gentra degan mashinasi qanaqa deganman. Ana qora turibdi desa, u Lasetti-ku deganman. Akbar xo'ja shu kulgan. Hozir shuni Gentra deyishyapti, Gentra bu deyishganda. Lasetti bilan Gentra nima farqi bor degan, buni rosa kulganmiz. Men ham tushunmaganman. Yo'q, rostdan Gentra deb hamma ana o'qiganda sekin Akbar xo'ja deganman. Ha, ana Gentra degan nima o'zi, qanaqa qo'shinu deganman-da. Ana deganda endi shunaqa qilib kulgili voqealar juda ko'p bo'lgan ekan. Juddalarda ko'p bo'lgan. Ayniqsa Bo'rivoy bizani o'ldirardi, ko'tarib deb qilib oldi. Gapimiz esimizdan chiqib qolardi-da. Endi yo'qda jivoy, jonli ovoz bir-birimizga qarab bunday qilaverardik. Kadrdamiz. Qilar keyin gapim nima derdik-da. Bunday qilishaverardi. Agar qulog'im nimadir bo'lsa, bunday qilishaverardi. Quloq bosh harfi quloqga kelib olib ketardik. Ana shunda. Rosa boy ila xizmatchini ham o'sha yerda ichida qo'yganmiz-ku, Bo'rivoy bilan osh yeydigan. Ikkita osh yegandan keyin men kelishim kerak bo'lganda, men xotini bo'lib chiqqanman. Bir osh yedida qarab turibdi. Bunday qilaman-da. Qarab turibdi. Chiqmaysanmi deydi. Sen ikkinchisini yesang chiqamanmi deganman. O'sha qo'yib yuborganlar lekin. Haqiqiy yana real hayotda bo'lgandi. So'rani keyin arvohga o'xshatib monologi bor. Bitta o'zim monologimni shamol qilib turish kerak-da ular. Shamol qilib turish kerak-da. O'zimcha bunaqa qilib aytsam, Bo'rivoy turibdi-da.
shamolqi deb tepyapmanda, shamolqi deb esidan chiqib ketdi. Keyin senga shamol qilsam ham soching uchmayapti, qatiqda yuvganmisan deydi deb pastda turib. U ssenariyda yo'q, lekin biz o'sha yerga kirishib ketganmiz. Rosa mazza qilardik lekin. Shunaqa shirin xotiralar juda ham esga tushib ketdi. Undan keyin Bir kam to'lmagan dunyoda o'ynadim. 2020 Kino edi. Yo'q, serial. serial. Oybek. Oybek akani serialida. Zo'r TV. Zo'r TVda ketdi. 2022midi? Bilmasman. 2022. Yo, 2022mi? Kimidi? Menimcha shunaqa. Karantindan keyingi Keyingi. vaqtda. Bunda yosh qizcha bo'lib o'ynadim, maktab yoshidagi qizcha. Maktab emas edi, kollej. Kollej yoshidagi qizlar. Yo, institut kollej yoshidagi qizlar, lekin u ham zo'r kutib olindi. Unda qiziqarli voqea shunda bo'lganki, to'y xizmatiga boryapman. Endi u kinoda Bahora o'zi ismi bilan o'ynaganman. Keyin to'y xizmatiga borsam, bir kun ichida tobutda ham onasidan, ham otasidan ayriladi qiz, men o'ynagan rolda. Bir kun ichida olib ketishadi. Aynan o'sha qism to'yga boradigan kunimga qo'yilgan ekanda. To'yga boradigan kunimdan, ya'ni to'yga boradigan kunimdan oldin qo'yilgan, ertasi kun to'y. Boryapman, ayollar kelib hamdardlik bildiraman deydi. Nimaga hamdardlik bildirasiz desam, bir kun ichida otangizdan ham, onangizdan ham ayrildingiz deydi-da. Odamlar shu yig'lab kelyapti. To'yda boshlovchiman. Voy dedim, onam tirik dedim, otam o'lgan dedim, onam tirik, unaqa demang dedim. Keyin, dedi, bir kun ichida tobutda olib ketdik. Au, kino-ku, opa, kino-ku deganman. Keyin Oybek akamga kelib, iltimos, bunaqa narsalar qilmanglar. Odamlar shunaqa ishonishyapti desam, kulishgan. Haqiqatan hamdardlik berdik. Ana qilishganda. Bildirishgan. Gapiringlar. Gapir. Ya endi shu serial temasi ochildi-yu. Sizni o'zingizga qanaqa format yoqadi? Aytaylik, mana shunaqa amerikanskiy sitcom formatimi yoki prям bunaqa intrigalar bilan turetskiy formatmi? Hozir ikkisi ham zo'r formatda. U ham zo'r, bu ham zo'r. Menga qolsa ikkalasini ham ko'raman. Sitcom maza qilib o'zing uchun yashaysan, o'zing uchun kulasan. Bunda hayotdan nimadir olasan, nimadir berasan. Ikkisi ham dam beradigan narsa-da. Hozir qaysi birini tanlagan bo'larding? Rost, ikkisi ham maza qiladigan kinolar. Bu ham zo'r, koreyskiy filmlarimiz ham zo'r. Dramalarimiz. Undan ko'p narsa g'oyalar olasan. Sitcomdan ham g'oya. Sitcom haqiqatni senga aytadi. Bekitmasa haqiqatni oshkor qilib aytadi. Deydi. Bunda bekitadi. Sen o'zing izlanib topishing kerak. O'shaning uchun men bilmam, ikkisi ham men uchun kerakli format, kerakli narsa. Lekin oddiy serial demoqchi bo'lsang, yana uni ham gapira olmayman. Men teatrlarda yo'qsiz, hech qaysi teatrda hozirgi kunda. Teatrda o'zi yosh avlod ko'p-ku. Bunday qilib. Yosh teatr endi aktyorda, lekin Bahorani joyi boshqacha deyman. endi teatr aktyor aktrisani charxlaydigan joy, to'g'ri. Lekin kino ishida aktrisa, aktyorlar boshqa. Ya, to'g'ri, lekin hammasini eplaysiz. Hammasi eplayman, to'g'ri. Endi teatrda aktyor aktrisasi kuchli, kinoniki ham kuchli. Endi yoshlar ko'p. Yosh avlodga joy bo'shatib berish kerak. Ya, gap shunda Bilaman. emas. Men lekin ko'p eshitganman. Bahodir akada o'qigan yilimda bag'ga Bahodir akada men ham borganman. Yo'ldosh. Bahodir Yo'ldosh. Tak, ishga chaqirish temasi rosa ko'p o'ylantirgan. Bahorani chaqirish kerak deb ko'p o'ylab yurgan ekanlar. Men o'zi qaytmagansiz Didorga, misol uchun. Didor boshqa olam. To'g'ri, men milliy qolgan teatrlar boshqa. Didor shirin. Didor boshqa. Bahodir aka Bahodir akam oldiga borganman, rahmatli joylar jannatda bo'lsa. Oldilariga suhbatga kirganman. Bahodir akam shu Fidoyilar serialimni ko'rgan ekanlar. Buni ko'zi zo'r ishlaydi degan ekanlar. Bunga faqatgina yanada turtki bo'lishim kerak, yanada turtki bo'lish kerak. Bu sal yana o'sish kerak degan ekanlar. U birinchi serialim u Fidoyilar. Birinchi qadamim. Как debyutmi? Birinchi qadam Abduxoliq Miginarov olib chiqqanlar. Keyin borganimda o'qiganman, bir hafta ishlaganman. Yulduzli tunlar spektakli olinyotdi. Qo'yilyotdi. Akbar Xo'ja, Alisher Uzoqov, Bobur Yo'ldoshev, Yulduz Rajabova, Feruza Normatova, juda ko'p, Xurshida, juda ko'p aktyor aktrisalarimiz bor.
borganlarimda o'zlari kutib olib, xursandchilik bilan o'tirganman, ofislarda gaplashganmiz. Kelganingdan juda ham xursand bo'ldim, bo'ldi, ishlaysan deganlar. Xo'p deganman, Akbarxo'ja bilan birgalikda borganmiz. Ishlaganman bir kun o'sha yerda, 2 kun ishlaganman. Ichki muhit menga yoqmagan. Didordan. Da. Didordan. Muhit akam emas. Ya, Ichki muhit. Zax bo'lgan. Yo'q, zaxlikda emas. Ichki muhit deganda hozir Bahodir akani oldingi kursi, masalan, didorga kelgan bolalar, zvizdalar. Bular ana zvizdalar kelyapti deydi, zvizdalar esa Ana tushishgan. unaqa emas. Zvizdalar esa nimasidan kirib ketadi? O'rtada men qolib ketganman-da. Bu yoq ham o'rtoqlarim, bu yoq ham tanishlar. Chunki mana bunaqa narsa bo'lganda Bahodir aka Yulduzli tunlarni yangi sostav bilan o'ynagan. O'zini eski sostavda o'ynagan, misol uchun o'ynashmagan emas, yangi sostav ko'proq anaqa tashlargan. Teatral institutda aktyor aktrisalar tanlanganda, shu Yulduzli tunlarda. Lekin Hamma yaxshi narsa borgan, chiqqan. zo'r, juda ham chiroyli narsa chiqqan. O'shanda borganimda vaziyat shunaqa bo'lganda. Endi baribir men teshik quloq-ku. Bunda o'tirsam, ularni gapiradi, men g'alati bo'lib ketardim-da. Endi u ham o'rtoqlarimiz. Bu yoqqa boradigan bo'lsam, endi ozgina o'tiramanmi, yo'qmi, sal boshqacha gaplar bo'ladiki, men ko'tara olmaganman. Men rostdan ko'tara olmaganman. Bir haftadan keyin men bormaganman. Yana. Bormaganman. Akbarxo'ja qo'ng'iroq qilganda, "Kelmaysanmi?" deganda, "Yo'q" deganman. Ular ham Didor teatri. Didorda edi. Hozir Yo'q deganman. Yuragim ko'tara olmadi deganman. Keyin Bahodir akamga endi balkim Bahor o'zi xohlamadi, yuragi ko'tarmadi deb aytganman. Endi yo'q, o'ziga havola. Shunaqa deganman, keyin menga telefon qilishmagan, keyin men ham qaytib bormaganman, hattoki spektakllarni ko'rgan ham bormaganman. Bilmadim, menga shunaqa muhit ta'sir qilganki, ko'nglim ozor chekkan. O'shaning uchun ketganman. Ko'nglim ozor chekdimi, u joydan ketaman. Yarim ko'nglim. Bu emas. Ha, yuragimga ishonaman, yuragimni eshitaman, yuragim aytgan ishni. Yuragim. Shunaqa. kino bilan novella. Kino yo'q. Ya, endi farqini. Yo'q. Qarang, nima bir narsa bor. Gapiraveradi endi oga. Yo, reallikda hozir san'atga aloqasi yo'q odamlar ham o'tirib olib tanqid qilyapti-da. Novellani. Ularning fikricha bu narsa kinomush. Lekin bular ikki xil narsaligini Fathullah, qara. Bitta misol qilib aytaman. Endi o'sha tanqid qilayotgan odamlar ham balkim tushunar. Tanqidchilar eshitdinglar. Daraxtda ildizi ko'p bo'ladi. Daraxt bu san'at bo'lsa, san'atning ildizi o'sha novella deysanmi, sitkom deysanmi, kino deysanmi, hammasi ichiga kiradi. Bitta san'at bo'ladi. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Har bittasi bitta san'at. Novella ham, kino ham, ham serial ham. Voqea bo'ldi. Hayot. Novella tomir sal ortilagan. Yo'q, o'sha tomir chaladi. O'sha she'r aytish, qo'shiq aytish. Hammasi san'atmi? To'g'ri? Chalish, hammasi san'at. Faqat shu san'at daraxt ildizchalari ko'p. Shu. Ya bular prosta bekorga nafrat bilan gapirmayaptilar. Bular bir ikkita sonlar reaktor degan ko'rsatuvga chiqib ketganda YouTube kanalga bittasi. Bolalar addushi haqiqatlar ochib tashlagan, keyin shunga yomon Rumiyni bitta gapi bor-da. Har bir narsa o'z vaqtini kutadi. Na gul vaqtdan oldin ochiladi, na quyosh vaqtdan oldin chiqadi. Kutgin, seniki bo'lgan narsa albatta keladi. Ana. O'shaning uchun o'ylash kerak emas, qilish ham kerak emas. O'shaning uchun o'z holiga qo'yish kerak bu. Manozning gap kitobiy bo'ldi. Har kim jafo qilsa, jafo topqusidir. Jafo. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Bobur bilan hazillashmang. Ana o'zi. O't Bobur. Zal She'r bilar ekansiz. Bilmayman she'r, ruboiy bilaman. Ruboiy. Mayli. Hech qisi. Ona tili o'qituvchimiz. Zahrida Muhammad Bobur ruboiylar yozgan. Kitob o'qiysizmi uyda? Bo'sh vaqtda. Hozir necha o'qimaysiz? Hozir endi bolalarim bilan bandman, lekin yo'q, she'r yodladim. Saida Rahmetova.
Zununovani she'rini yodladim konsertda 2 soat ichida. Ayting. Yo'q. 2 soat ichida Qani, yodladim. qani. Aytgan yozib chiqarib yuboradi. Endi u nima desam bo'ladi? Endi muhabbat shunaqa narsa. Hay, mayli bitta eshitaylik. Uchrashuv onini kutib betoqat, qalbim talpinardi senga azizim. Minutlar sudralib, go'yo o'tmay vaqt, shirin bir azobda o'rtanar edim. Ammo huzuringga borardim kechroq. Hech gap o'tmagandek, go'yo o'zimdan. Turarding termulib, toqating ham toq. Intizor ko'zingga boqardim zimdan. 5 minutga muncha diqqat bo'libsan. Peshonangga tushmish qat-qat chiziqlar. Nahotki shunchalik yengiltak bo'lsang, a? Hayotni visol deb o'ylasang faqat. Yo, jonim. To'qmoqlar juda ko'p unda. Hijron bo'lmasa edi, visol yo'q edi. O'zing ayt. Butun umrimni qanday qilib ishonib topshiray senga? Mana shu. Ana bo'lsa. Qanaqa rejissyordan ham to'g'ri. Yo, Ya. bu she'rni konsert vaqti o'zida Xorazmda yodladim 2 soat ichida. O'tirdim bekor baribir ham. O'zim vaqtimni kutib, internetda har doim endi telefonda o'tirardim, jonimga tegdi telefon. Hayotimda birinchi marta jonimga tegdi. Kerak emas o'sha Instagram yangiliklari, soxta yangiliklari dedim, kerak emas o'sha kim nimalar. Bitta she'r yodlay dedimda shu she'rni yodladim. Yoqdi menga. Nimagadir shu she'r yoqdi. Saida Zununova to'g'ri. Bollywood battle. Yaxshi ketotuvdingiz deb eshitdim. Yaxshi ketayotdimi? Qoqildimi? Nima bo'ldi? Bilmasam. Iya. Yo, shu figuram bilan o'sha paytda endi Xalitni dunyoga keltirgan edim. O'g'lim ismi Xalit. O'g'limni dunyoga keltirgan paytimda 3 oylik chaqaloq edi. Hattoki chaqalog'im bilan borib ham repetitsiyaga qatnaganman. Endi ayol kishi endi bir insondan bitta inson paydo bo'lishi u mo'jiza. Semirdim. Endi bu hayot qonun qoidasi. Semirdim, endi ozaman sekin-sekin deb bir doim yozmayman. Shunda shunaqangi zo'r kommentlar keldi men tarafga. O'sha paytda 72 kilo edim. Bu hech gap emas. Lekin shunaqa chiroyli kommentlar keldi. Voy, oxiri ko'ngillarim qolib ketdi shu Bollywood battledan chiqmayman dedim. Yo, lekin kurashdim. Oxirigacha kurashdingiz normal. Oxirigacha men o'zi men aytdim-da. Birinchi sonidan chiqib ketaman dedim. Ikkinchi sondan men 5 ta sonigacha yigitsiz bitta o'zim chiqqanman. Faqat aktyorskiy bo'ldi. Ular raqsga tetik o'ynaydi, yigit bilan ching. Menda bitta o'zim, bir kishilik monolog, bir kishilik etud deydi. Bir kishiman men, bitta o'zim. 5 ta sonigacha. Bugun kelaman, bo'ldi, bugun chiqib ketaman. Yana qolaman. Jurilarga yo'q. Bugun kelaman, bo'ldi, chiqib ketaman. Yana qolaman. Jurilar tanish bilishmas. O'sha yerda sahnani o'zida yomg'irlar yog'diraman yoki nimadirlar, ititlarda endi nima qilay? Ular aytishadi, san olib chiqqan hamma narsa neobычный deyishadi jurilar. Faqat raqs emas, menda raqs ham yo'q. Tushunyapsizlarmi? Faqat holat. Aldayapti. Yo'q, Instagramda borib bitta raqsiz. Yo'q, u tagoy. Kajilda o'sha. O'sha borda. bitta o'zim ozgina bunaqa Kajil bilan mana shu Bollywood battleda o'ynaganimda Kajil bilan Shohruxxon yaxshi raqsga tusha olmasligini bildim. Yo'q-e. Da. Nima uchun? Chunki ularning xatti-harakatlari juda ham oson. Juda ham oson. Lekin boshqa Madhuriyning xatti-harakatlari judalarda qiyin. Bitta qiliqda o'zida qiladi, ay deymiz. O'sha bandaqa borib kelishini o'zi sanab o'tirardik. Nechta kallasini yo'q qildi, nechta kallasini yo'q qildi. Lekin Shohruxxon bilan Kajil yengil raqslaydi. Juda ham ko'p chiqqaniga shu. Menda ko'p Kajil bo'lganligi uchun yengil raqs. Keyin Ayshvarya ham tushgan. Unga ham qiyin. Katrina Kayf ham judalarda qiyin bo'lgan. Lekin Ayshvarya ham yaxshi, zo'r. Oxiriga borib 2 kishilik bo'ldi-da. Bollywood battleda yaxshi ijodkorlar bilan birgalikda do'stlashdik. Hammamiz yaxshi ishladik. Oxiri finalga Jayron, men Sitor chiqdik. Maftuna ham bor edi. Jayronni boshlovchi emasmi? U ham chiqdi. U ham chiqdi. To'rtalamiz chiqdik. Maftuna bilan biz ham urushtirishmoqchi bo'lishdi. Keyin Instagramda aytdim, nima qilasizlar ijodkorni bir-biri bilan urushtirib. U ham ijodkor, biz ham ijodkor. Hammani o'zini muxlisi bor. Nima qilasizlar? Muxlislarni bir-biri bilan urushtirib. Nasib inshaalloh kim yaxshi bo'lsa o'sha sahnada ko'riladi. Bo'ldi shu.
O'shaning uchun endi jyurilarimiz bahoni berishdi. Yolg'on gapirish zo'rda. Kerakli joyda yolg'on gapirish kerak. Qarang, bu sonimiz ro'za Ramazon oyida ketadi. Yo, bilyapman, unaqa qiynamanglar. Endi jyurilar baho berdi. Bu yog'ini bilmayman. Juriklar Jyurilar baho berdi. Bu yog'ini bilmayman. Xalqi nazarida eslab qoldingizmi ularni? xalqi nazarida men birinchi o'rinni egallaganman, olganman. Shu. Yo, men bekorga boy aytmoqchi bo'lganim, meni uyimdagilar ham ko'rishgan ekan. Men uni keyin bildim. Men uni to'yimda bildim. Rasa kurashganligim. To'y kuni bo'lganmi? Yo'q, to'yim kuni bo'lmagan, to'yimgacha bo'lganda, to'yimda yetishyapti keyin, to'yim o'tgandan keyin. O'sha sen boshlovchiga chaqiribsan Bahorani, so'ra, nimaga oxirigacha bormadi? Yaxshi keldi-yu, biz bir deb o'sha o'ylovdik Bahorani deb aytishdi menga. Juda ko'pchilik hatto bozorlarga kirardim endi. Men uyalmayman, aktrisaman deb. Kerak bo'lsa avtobusga ham chiqib ketaveramiz. Ulash farqi. Odatim bor. O'zim yakka yolg'iz qolgim keldimi, bo'ldi, metrodalar, avtobusda yuraveraman, shapkamni kiyib olib yuraveraman. Ha, mazza odamlarni kuzataman, mazza qilaman. O'shanda hamma qilishgan. Bahora, ayniqsa semiz ayollarimiz men tarafim bo'lishgan. Shunaqa zo'r o'ynading, nega unaqa qilishdi? Lekin Sitora ham haqiqatan raqqosa bo'lgan. Farmonov. Sitora Alimjonova. O'la. Haqiqatan u ham raqqosa O'zi bo'lgan. raqqosalikdan kelib chiqqan. Raqqosalikdan kelib chiqqan, lekin aynan o'sha sahnada agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Sitora Alimjonova yiqilib tushgan. Yiqilib tushgan. Yo'q, Yiqilib tushgan. ko'rmagandim uni. Yiqilib tushgan, oyog'i tayinib ketib yiqilib tushdi. Ko'p yig'ladi u o'sha narsa uchun. Jayronamiz aynan o'sha sahnada haqiqatan chiroyli o'ynab qo'ydi. U ham yurak bilan. Menga kelganda esa men raqqosa bilan tashlashdi. Men professional raqqosa bilan tashlashdi. Kim edi u? O'sha Muhabbat opani o'zini shogirdi, Malika opani o'zini shogirdi. O'sha haqiqiy raqqosa bilan menda divizionda juda qiyin edi. Depika bilan o'sha Priyanka Chopra o'ynagan. Aynan o'sha kinoni juda sevganman. O'sha xatti-harakat juda qiyin edi. Judalarda qiyin edi. Oyoqlarim qattan yara bo'lib kesilib ketgan oyoqlarim. Shu o'tirishdi, o'shanga o'xshatdi. Bizga bir hafta berardi. Bir haftaning ichida 2 kuni meniki edi. 2 kun ichida men o'sha polni raqsni yodlaganman. 2 kun ichida. Sayyodaga Hamma raqqosalar bilan qochgan. Qolgan partnyorlarim raqqosalar bilan o'ynamagan. Oddiy sherdagi talant shouda aktyorlar bilan o'ynashgan. Sitora ham qolgan. Men raqqosa bilan tashlashganman. Nimaga qo'rqishim kerak deganman. U raqqosa bo'lsa, men aktrisa deganman. O'ynayman degan. Endi raqqosa, endi men aktrisa yo'nalish bo'yicha bo'lganda edi. Endi biz shuni ichidamiz-ku, misol. Har kunlik mavzuyimiz, har kunlik nonimiz shu. Uni ham har kunlik noni shu. O'sha raqqislik. O'sha raqqosa bilan tashlashganman. Muhabbat opamni bitta gapi, oyog'i bir-biriga to'g'ri kelmadi degan. Oyog'i bir-biriga to'g'ri kelmadi degan bizani anamizni, raqsimizni. Yo'q, oyoq xatti-harakat bir-biriga to'g'ri. Bu yoqda oyoq xatti-harakat hech kim kerak emas-ku. Kinoda ham oyoq xatti-harakat ko'rinmagan, unda mimika ko'ringan, unda bir ikkita harakatlar ko'z ko'ringan. Unda holat san deydi, kulmading deydi. U kinoni ko'rish kerak edi, kinoni. U kinoda u o'sha bu xotini yigitni, o'sha shohli xotini, birinchi xotini uni chaqiryapti. Rashk qilsa ham, kuysa ham, lekin chaqir. Shoh yo'q lekin, shoh ketgan. Hamdam. O'sha kinoni ko'rish kerak. O'sha shoh divonalarcha sevgan o'sha Depikani, o'sha rolda divonalarcha sevgan. O'zini eri hayotda ham. Lekin o'sha ketgan, Ranvir ketgan, o'sha rahmat. Keyin o'shanda u qiz o'zi xijolat bo'lib chiqadi. Ayollar ichida uni o'ldirmoqchi bo'lishadi. Aynan o'sha raqsdan keyin uni zaharlashmoqchi, bolasini o'ldirmoqchi bo'lishadi. Bolasini o'ldirmoqchi bo'lishadi. Lekin o'shaning uchun holatni ichki kechirmada berganman. Bo'ldi, endi unga qaytish kerak emas. Mana Patogami? Zo'r odam, zo'r odatim bor, bilasizlarmi nima? Men ketdimmi, qaytmayman o'shanga. Yana bitta gap aytib beray, mana Raufning zo'r gapi bor-da, uni ham aytaymi? Qaysi Rauf? Rauf. Senga hozir Jomi desam ham bilmaysan, Rauf desam ham bilmaysan. degan gruppa bor To'g'risida zo'r gapi bor. Qor yog'di deydi. Kun isidi.
Baxtlilardan so'radim. Baxt nima? Hamma o'z-o'zi bilan ovora, baxtlilar esa javob bermadi. Qor yog'di, qor yopildi, kun yaxshi bo'ldi. Yana so'radim, baxt nima? Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Baxtsizlar ham javob bermadi. Bu shu. Jiddiy. Ikkisi ham javob bermadi deyapti. Ham baxtlidan so'ragan, ham baxtsizdan. Ikkisi ham javob bermadi. Bu demoqchiki, o'zingdan so'ra. Juma Shu uchun- kuni ertalab degan she'r. Shu uchun o'ylaymanki, hech kimni bu yoqda endi kimki ayb qilgan bo'lsa, o'zi Vafo topib. kimki ayb qilgan bo'lsa, o'zi jazosini olacak. Bo'ldi. Kimki to'g'ri yo'lda yurgan bo'lsa, o'shanga Alloh beradi. Bo'ldi shu. Ya nima? Kino, qanaqa kino sizga o'ziga yoqadi? Masalan, maslahat qilib ko'radigan, maslahat bera oladigan kinolaringiz bormi? O'ylantiradigan. Ham o'ylantiradigan, ham maslahat beradigan. Ham o'ylantiradigan, ham maslahat beradigan detektiv janri, tarix, komediya. Eng qiyin janr Janr komediya. komediya. Juda qiyin. Komediyada o'ynagim keladi. Yanada qirralarim ochib keladi. Jim turib kuldirgim keladi odamlarni. Shu muhabbat ham yaxshi tema. No, qaysi filmlar masalan aniq maslahat bera oladigan bo'lsangiz? Kino ko'rishni koreyskiy parazit. Ha, Endi shu nomi xunukroq. Parazit. Yo'q, lekin zo'r kino. Koreyskiy parazit. Da, Keyin zo'r kino. yana koreyskiy virus degan kino bu. U parazit serial. Yo, Kino. Parazit, Kino, voy, voy, kino. Virus serial. Virus ham kino. Yo'q. Ko'p qism emas, virus degan anonsi bor koreyskiy. Juda ko'p men yaponskiy, koreyskiy kinolar ko'raman. Chunki ularda aktyorskiy kuchli. Amerikanskiy ham zo'r. Amerikan kinolari ham zo'r. Endi men o'zimga yoqadigan bo'lsa, Gatsby. Gatsby. Endi oldingi kinolarga qaytadigan bo'lsak, hamma kinolari zo'r. Titanic ham. Masalan, men hamma xalq biladigan kinolarni aytyapman-da. Judalarda zo'r kinolarimiz ko'p. Rossiyaning kinolari ham juda ko'p. Shurik qatnashgan kinolar hammasini haligacha ko'raman. O'zimiz kinolari ham zo'r. Gayday Masalan, dunyoydi. o'tgan kunlarni haligacha ko'raman. Qayta ko'raman. Har bir ko'rganimda Zaynab. narsani olaman. Yo'q, bu Zaynab emas. Qaysi variantini ko'rasiz? Ikki xil variantda chiqqan. Eski, shu Gulchehra opam o'ynagan variant. Ha, chunki Melis aka ham o'rganlar. O'sha oldingi eski varianti ko'raman. Ne, Bahorani faqat biz Ayb akada yoki Abduhalil akada ko'ramiz, boshqalarda emas. Jahongir Qosimov borlar, Bahodir Odilov borlar, Bilmadim, Fotihaga borlar. Men bitta narsa aytaman. Mana Zulqor Musoqov kino oldilar, Shayb akam olayotgan vaqtda. Osmondagi bolalar. O'sha osmondagi bolalar kinosini olgan inson. Oldilar yaqinda o'sha Umida menimcha, menimcha bo'lsa kerak. Ko'rdilar meni, kir dedilar. Fotosessiya bo'lyapti dedilar. Anuga kasting, fotoproba kastingga topshirib keldim. Xo'p. Keyin men kirdim, fotoprobaga topshirdim, kasting topshirib holatlar dedilar, holatlar qildim. Keyin bittasi keldi, bu Ayb akam kinosida o'ynayapti. Ayb Shahobiddinov aktrisasi dedi. Keyin menga bunday qaradilar. Bo'ldi, rahmat dedi. Keyin shunday chiqib ketayotgandim, shunaqa. Men chaqirmasangiz kerak edi dedim. Keyin shunday menga qaradilar. Tushundim. Kutmayman ham dedim-da chiqib ketdim. Buni o'zligisi bilishadi. Shuning uchun hech narsa demadim. Xohlardim Zulqor Musoqov kinosida o'ynashni, Jahongir akaning kinolarida o'ynashni xohlardim. Chunki hamma rejissyorlarning kinosida o'ynab bo'lganman. Hamma rejissyorlaridan yangi Prям hammasidan. Hammasi. juda ko'p. Men yaxshi ko'rgan rejissyorlarimni hammasi. Kim misol? Masalan, O'zlarini Shuhrat kuchottiradi Abbas. deyishingiz. Men Xo'p. o'sha Insta u kishidan Abbas ta'lim olib qaysi bo'lganman. filmda o'ynagan? Yo'q, ta'lim olib bo'lganman Insta. Filmda o'ynagan. Film ham ta'lim ham bitta narsa. Nechun? Filmda Demak, faqat filmda mana boshqa shunaqa janob edi. kamera qo'yiladi, bo'ldi. To'g'risi-da. Ha. To'g'risi. Kamera bilan Chunki Shuhrat aka hamma filmini ko'rib chiqqanmiz-da, u filmlar orasida Buxoro yo'q edi. men filmida emas, ta'lim olib bo'lganman demoqchiman-da. Film ham, ta'lim ham bitta narsa. O'sha ssenariy asosida sahnada ishlaymiz. Oldilarida o'sha filmda nima demoqchi bo'lganlarini o'sha sahnada ham xuddi shu gap. Filmdan ko'ra sahna qiyinroq.
chunki deganda filmda qayta olinishi mumkin, sahna desa bir marta bo'ladi. Shuning uchun Ayub Shohbedinov, Yolqin To'ychiyev, Abduhalikim Eginarov, yana kim? Juda ko'p rejissyorlar. Juda ko'p rejissyorlarda. Men Dilmurod Masayevni ko'rmaganmisiz? Yo'q, Dilmurod Muzaffar aka Erkinovni ko'rmaganman. Muzaffar aka Erkinovda serialda o'ynaganman. Serial emas, biz kino aytamiz. Yo'q, kinoda emas, seriallarda o'ynagan. Seriallarda o'ynaganman. Yo'q, men yaxshi ko'radigan rejissyorlarda chiqdim. Nega Bahor Ilhaqda bo'lmagan? Ilhaqda? Da. Jahongir akadan. Lekin Ilhaqda anjim joyida sizni ko'rgan ko'pchilik. Bilaman. O'ynash kerak degan. Juda ko'pchilik. Juda ham ko'p. Chunki sizda istorический yuz bor. Lekin bilmadim, endi Jahongir aka o'zlari xohlamaganmi yoki tavsiya berishmaganmi, bilmayman. Endi har bir narsani har bir joyda o'zini bo'rilari bo'ladi. O'zini bo'rilari bo'ladi. Qo'zichoq har bir joyga kirishni xohlaydik, lekin bo'rilar yeb qo'yishadi. Shuning uchun nima deng, endi senga nima deng? Men qo'limdan kelgancha harakat qilganman. Men agar kastinglarga chaqirsa, men haligacha kinolarga kasting bilan o'taman. Harakat qilganman. Iloji boricha shu rolimga kirishib harakat qilganman, lekin shunaqa bo'lgan. Zulfiyada o'tganman. Akbarbek Turdiyevda Tinchlik ortida kinosida o'ynaganman. Zulfiyada ham o'ynay olmaganman. O'zbek qizida ham o'tib turib o'ynay olmaganman. O'zbek qizi edi asayni. O'zbekcha. O'zbekcha. O'tganman, hammasini o'tganman, lekin o'ynay olmaganman. Peshonada. Yo'q, Ilhaq o'ziga yoqqanmi? Ilhaq yoqqan. Temasi zo'r. Menimcha oxirgi ko'rgan o'zbek filmidagi eng yaxshi filmim shu bo'lsa kerak menimcha. Juda ham zo'rda. Zo'r olingan. Zo'r yo'q. Shukurman oli. O'talarda o'sha. Xo'p, mayli, qara, o'zbek film anaqasini aytdik-da. Nimaga ko'cha filmlarida bo'lmagan Buxoro Arslonov? Nimaga bo'lganman-ku? Komila filmida o'ynaganman, Jonim dadam, Jonim azobda. Bitta odammiki hammasi? Yo'q, Nimaga boshqalarda emas? Yo'q, ko'p. Nimaga Jo'lashodmon, Jahongir Poziljonovlarda emas? Endi u hammani o'zini gruppasi bor-da. Endi u kishi Jahongir akamiz, Shodmonovlar baribir qo'shiqchilar bilan birga ishlaganlar. Qo'shiq aytadiganlar bilan birga ishlagan. Endi ko'proq Ikrom Ali bilan ishlagansizda? Yo'q, Ikrom Ali bilan ishlaganman, boshqalar bilan ham ishlaganman. Isnodda o'ynaganman, bilasan. Ko'p ana. Isnod endi o'zbek film tomonidan. O'zbek film tomonidan. Yo, Chasni filmlarda ham ishlaganman, lekin Chasni filmlarda kam chiqqan ekanman, o'ylab qarasam, faqat Goskinoda chiqmagansizda. Kam. Men Chasningizni ko'rib chiqqanman. Goskinoda chiqqan ekanman, qochib qol degan rolda ham Goskinoda chiqqanman. Anoda ham juda ko'p rejissyorlar bilan ishlagan ekanman. Hilol Nasimov kinosida ham o'ynaganman. Yo'q, qanday qilasizda? Yo'q, undan keyingisida. O'sha o'g'il ajoyibdan olib ketadi. Yo'q, Aysenem bilan shu o'g'li bosh giroyina bo'ladi-ku. Men bir kunga borib, meni o'ldirib yuborishadi, faqat rasmim bo'ladi, ismim bo'ladi. Xuddi Ayb akamnikidek bo'ladi-da, men hayotim. Hilol akam Bahora bosh qahramon deydilar. Xo'p deyman, boraman, qarayapman. O'zimni rosa yaxshi Husan operatorimiz ishlagan. Atabayev? Yo'q, Hindistonga borib kelgan Husan. Sadiq. Yo'q, boshqasi. Ishlagan, 2 soat svet qo'ydi. Men ertalabdan beri kelganman, o'ynadim, ko'rchak bo'lib qolar ekanman, deb o'ynadim. Keyin birdan olishdi, doktorxonaga olib borishdi. O'sha paytda bolani qo'lini ushlagan paytim qizlar kelib ko'rib qoldi, bo'ldi shu bilan men yo'qman. Ayb akamni Zulxorni soqib chaqiradi-da. Ketib o'tiradi-ku. Shunday boshida. Ayb akam borganlar lekin. Endi kino bo'yicha ikkisi ham zo'r kuchli rejissyor. Endi bir-birlarini endi o'sha kinoga chaqirganlar, lekin qabul qilib borganlar. O'shanda hayajonlanib borganlar-da. Endi Ayb aka bilan ko'p suhbat qurgan paytimizda aytdi, hayajonlanib borganlar. O'chda Jannat onalar oyog'i ostida ikkinchi film. Bilaman. Mana shu film haqida. Birinchi kelgan paytda o'zimiz premyera bo'lganda qatnashganmiz. Juda ham ta'sirli film. Juda ham yig'lab chiqqanman. Ikkinchi qismi ham olingandi, shu internetda ko'rdim. Kutyapmiz. Balkim undan-da zo'r ta'sirli bo'lishi mumkin. Premyeraga tushasizmi? Nasib tushishim mumkin, Fathullo, taklif qilsang. Bo'ldi, tushamiz xolos. Yig'lash uchun tushish kerak-ku kinoga. To'g'ri, gap yig'lash uchun emas. G'oya muallifi zo'r. Zo'r ideya. Usmon akam juda aqlli inson ekan. Rejissyor ham zo'r olgan. Oddiy hayotni oddiyligini ko'rsatgan. Boshidan yig'lashga olib kelmaydi, boshidan spokойный ritmda olib ketadi, keyin mana bunaqa skachoklar bo'ladiki, oxirida pikka chiqarib yoradi hammani. Hamma yig'laydi o'sha. To'g'ri. Shu uchun ko'p gapirgandan ko'ra ko'rgan yaxshi.
Hammaga tavsiya qilamiz, ko'rsin. Faqat to'g'ri yo'lda fikr chiqarishsin. Shunaqa. Bunaqa filmlarni kinoteatrga borib ko'rish afzal. Afzalroq, to'ppa-to'g'ri. Men ham kinoteatrga borib ko'raman. Mazza qilib. Kinoteatrda ko'rsangiz, bir Mazza marta qilib. ko'rsangiz ham yetadi. Yetadi, to'ppa-to'g'ri. Televizorda ko'rsangiz, bu boshqacha masala. Chalg'iydi odam. To'liq anavni bermaydi. Uyda baribir ham ishlari bor, boshqa telefon. Bola yig'layapti. Kinoteatrda diqqatimizni markazi olib kirib ham olib kirib ketadi Kino. o'ziga. Da. Nima deymiz? Nima deymiz? Bilmayman. Menda lekin bitta savol bor-da, Bering, shuni bering. beray dotdim. Mana Bahor opa ancha yillardan beri ishlaydi, qanchadir rejissyorlarni ko'rib keldi, ishlab keldi, hammasi bilan. Men tushunishim bo'yicha o'zi ham bo'lishi mumkin baribir. Qachondir film olasizmi? Olaman. Pul yig'yapman-ku. Tangachalardan yig'ilar biron kun qasr deydi-yu. Olaman. Olish niyatim bor. Chunki o'zi menimcha bagaj bang'illab ketdi. Yo'q, olaman. Tayyorgarligim bo'lyapti haligacha, lekin olaman. Drama или komediya? Tarix. Zo'r. Tarix. Oddiy tarix. Olish niyatim bor lekin. Hali ham izlanyapman, harakat qilyapman, lekin olaman. Bu yaqin tarix или uzoq? Uzoq tarix. Dinozavrlar. Ya, shunaqa. Endi sen savoling ber, mayli. Men Meni beraman. savolim, kitoblarga qanaqa qaraysiz? Masalan, men endi Qiyomat. Chingiz Aytmatov. men endi kitob o'qib yuradigan bola emas. Bekor bu kitobni birinchi o'qibsan, bundan oldin Oq kemani o'qishing kerak edi. Chingiz Aytmatov birinchi Oq kemasini o'qishing kerak. O'tkir Hoshimov Ikki eshik orasida kitobni o'qishing kerak. Chunki birdaniga agar kitob o'qimasdan turib, bunaqa kitob o'qiydigan bo'lsang, zerikib qolishing mumkin. Keyin kitobga mehring tushmasligi mumkin. U kitoblarni birinchi o'qisang, keyin Kichkina shahzoda bor. Ana shularni o'qisang, ular seni olib kirib ketadi-da. Keyin seni sekin-sekin romanga o'tkaz. Bu Qiyomat juda ham kuchli asar. Yaxshi asar. Faqat buni hozir tushunarmikansan? Endi Yo'q, mayli. Chunki kitob o'qimagan odam birdaniga katta asardan boshlab qolsa zerikib qolishi ham mumkin. Shuning uchun aytmoqchiman. yo'q, menda bunaqa bo'lmadi. Men bungacha Jamilani asarini o'qiganman. Jamila zo'r. Jamilani o'qib chiqib, keyin orada vaqt o'tib, bunga o'tdim. Siz aytgandek zerikish bo'lmaydi. Men naburut boshqa narsada his qilishim qiyin bo'lgan narsani men kitobda his qildim. Kitob zo'r. Hech bo'lmasa bir kunda bir to'r varoq bo'lsa ham o'qish kerak. Hech bir kunda to'r varoq bo'lsa ham o'qish kerak. Zo'r narsa kitob, o'qishingni tavsiya qilaman. Yana qaysi kitoblarni aytishim mumkin? Tarixga boq. Tarixda juda ko'p zo'r narsalar bor. Agar yo'lingdan adashmoqchi bo'lsang, tarixda yo'lingni topa oladigan satrlar bor. Yana qanaqa mavzu bo'yicha senga aytay? Menga asarlar Urush va tinchlik bor. Dostoyevskiymi? Tolstoy. Urush va tinchlik Tolstoy. Keyin Dostoyevskiyning kitoblari bor. Jinoyat va jazo. Keyin Chexov bor. Chexov hikoyalari zo'r. O'zimizda Abdulla Oripovni Jannatga yo'l degan asarchasi ham bor. Shoirimiz. O'qishingni tavsiya qilaman uni ham. Yana qanaqa ekan? Don Kixot. Uni ham o'qi. U kinoda boshqa, kitobda boshqa. Juda ko'p kitoblarimiz bor. Hozir eslaganlarimni aytyapman. Juda ko'p. Eng yaxshisi Kichkina shahzoda. Yaxshi ko'rgansiz. Men yaxshi ko'raman. Boburnomani o'qish kerak. Yulduzli tunlarni o'qish kerak. Kichkina shahzoda Buyuk Temur. Malika Prins. Buyuk Temur degan kitob bor. Faqat shoirlari, yozuvchilari esimga unaqa tushmayapti-yu. Chunki bu kitoblarni ancha oldin o'qiganman-da, endi hozir iloji boricha eslashga harakat qilyapman. Suhbatimiz juda ham maroqli bo'ldi. Oxirgi gap savolni beraman, shu bilan tugatamiz. Ayting. Bahor Aslonovani web serialda ko'ramizmi? Qachonki Fathulla olsa, o'shanda web serialda ko'ramiz. Bo'ldi, nasib. Yoshlar, mana kelajak sizlarning qo'lingizda. Xo'p, YouTube proyektga chaqirsak kelasizmi? YouTube web. YouTube zo'r. Menga YouTube platformasi juda yoqadi. Insta seriallar. Endi u boshlandi. Hali taklif tushgani yo'q. Yaxshi narsa bo'lsa, Yaxshi narsa bo'lsa tushaman. Bizning ideya bor-da, mabodo Sostav yaxshi bo'lsa tushaman. Mabodo Rejissor yaxshi bo'lishi kerak. Mana bular rejissyor, men ijodiy prodyuser, montajyor. Ideya bor bizda. Bo'ldi, bemalol yangilikdan xabardor qilinglar, har doim yangilik sari
intilamiz. qildirishga qolsangiz keyin Bo'ldi, taka tamam. mashhur bo'lib ketdi. Fatxulla biladi. Rekka chiqib ketamiz. Bo'ldi. Fatxulla kulishdi o'zi tushib yetdi. Tak, nima deymiz? Suhbatimiz oxirladi. Absolyutniy suhbatni bugungi mehmoni Bahora Arslonova bo'ldilar. Ну, suhbat rostdan ham absolyut suhbat bo'ldi. Men maza qildim aka. Ну, maksimalniy Bahora Arslonova ochdik. Agar qaysidir qirrlar ochilmagan bo'lsa, xudo xolisa yozib o'tsanglar, keyingisiga chaqirib yana da konsa suhbatni boshqa qilamiz. Ketma-ket olishimiz mumkin. Ana, ikkinchi qismi bo'ladi takoy. Mayli. Sog' bo'linglar. Ketdik.